Endi bugun Toshkentda anomal darajada issiq edi. Shunga ishonib hech qanaqa sportivga kiyimlarsiz, jumperlarsiz keldik. Hozir bo'lsa mana bulutlar qaranglar. Ertosh degan joydamiz. Yomg'ir yog'di, juda sovuq bo'lyapti. Masjidlarda qo'y boqishyapti-da. Shu cho'pondan bitta qo'ylarni olib ketsak, 1-2 millionga berasizmi desa berarmikin? Ertaga shashlik qilib beraylik. Sekin Farg'onaga qaytaveradi. Toshkentga yani. Eng qizig'i mana bu yerda qorlar hali ham erimabdi-da. O'tgan yil mana shu yerda erib ketgan edi. Qorlar turibdi hali. Hozir Ertosh degan joydamiz. Yomg'ir lekin yomon yog'di bor. Mana biz hozir Ertoshdamiz. Qorlar erimaganda mana. G'o'ra ham pishmaganda. O'rik g'o'ra bo'lib yotibdi. Xom. Bu yerlarga o'zi bitta yo'lda ko'rdim. Quvali aka nimalarni, asalarilarni ko'tarib olib kelar ekan mayda. Maydan shu iyul, avgustlargacha turar ekan. Mayda уже quvada gul tugar ekan. Albatta endi ochilgan bo'ladi mayda. Mana gullar bor edi mana yerda mana. O'tlardi, gullari turibdi hali. Kazing gap paketni sumka qo'yibdi. Ketyapti oy. Endi tayyorlanmasdan kelsa shu-da. Muz bor, qor bor, hamma yo'q bor xullas. Quyosh bor. Xolasiz mana yerda olma pishib yotibdi, bu yoqda pishmagan shunaqa bir narsalar. Bahor, kuz xohlagan faslingizni topib olasiz. Biz hozir mana Ertosh tog'idamiz. Iyul oyida hali ham qor bor mana. Bugun nechinchi iyul? 12-iyul ekan. Mana daraxtlarni yiqitib o'tib ketgan qor. Fevral oyida qor yog'ibdi. Ishda dachalar bor. Dachalarda ham shunday o'ntarib o'tib ketganda mana. Bu yoqda menimcha shu ikki tarafdan qor kelganda daraxtlar kurab o'pirib o'tib ketgan xullas. Og'darilyapti. Qurib qolgan. O'tin bo'lib qolgan. Qaranglar mana.